Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning tashviqot apparatlari muhojiratdagi texnik uchur yo'q harakatini qaralashga urinmoqda. Dog'istonlik bokschi Artur Betirboyev Uyg'urlar sababli Xitoyda musobaqaga tushishni rad qildi. 48 soat ichida Idlibdan Turkiyaga 20 ming kishi ko'chdi. Indoneziyada Anak Krakatau yanardek portaladi. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsa. Yaqindan buyon Xitoyning chet ellik qaratgan tashviqot vositasi bo'lgan CGTN kanali, ya'ni Xitoy yer shari televiziya to'ri o'zining YouTube va Twitter'dagi hisoblari orqali qisqa videolarni tarqatib, chet eldagi Uyg'urlarning yaqinqi 2-3 yildan buyon izdirikini qilmayotgan urug' tuqqanlar haqida bergan guvohliklarining yolg'onligini ilgari surmoqda. Bu videolarda yaqinda chet eldagi Uyg'urlar ijtimoiy aloqa to'rida ishlatayotgan texnik uchur yo'q harakati asosiga nishon qilinib turib, texnik uchur yo'q hashtag harakatiga zarba. Biz uni topdik. Texnik uchur yo'q, kim yolg'on so'zlayotdi qatorliq temalarda video tarqatgan. Mazkur kanal o'z videolarida chet eldagi urug' tuqqanlar tarafidan surishtirilgan Mahira, Xenimxon Turdi va Aziz Niyoz qatorliq kishilarni uylarda va atalmish ish yerlarida ko'rsatish orqali ularning yo'qolib ketmaganligi, aksicha normal hayotini davomlashtirayotganligini ilgari surib, texnik uchur yo'q harakatining yolg'onchilik ekanligini ilgari surmoqchi bo'lgan. Texnikcha uchur yo'q hashtag bilan boshlangan bu harakat asli Amerikada o'zining dadisining izdirikini qilib da'vo qilayotgan yosh faoliyatchi Bahram Sintoshning tashabbusi bilan o'tirg'i chiqqan to'g'ri harakati bo'lib, agar haqiqat texnikcha uchur yo'q harakatining yolg'onchilik ekanligini isbotlamoqchi bo'lsa, oldi bilan bu harakatning boshlamchisi bo'lgan Bahram Sintoshning tuqqanlarini dadisini nimish ko'rsatmaydi. Bahram Sintosh bu haqda so'z qilib, Xitoy hukumatining yuqoridagi tashviqot harakatining xuddi ilgirki harakatlardagidek mag'lub bo'lganligini, chunki chet eldagi Uyg'urlarning yurtidagi urug' tuqqanlar bilan normal aloqasi butunlay asli kelmay turib, faqat bir qancha Uyg'urni anda-sonda videolarda ko'rsatish orqali Xitoy hukumatining hech kimni olmaydiganligini bildirdi. Mazkur kanal Xitoyning markaz televiziya stansiyasi CCTVga qarashli bo'lib, uning inglizchadan boshqa yana arabcha, latincha va ruscha tarqatishlari bor. Amerika Adliya ministrligi 2018-yil sentabrda qaror chiqarib, Xitoyning Xinhua agentligi bilan uningga qarashli eng chong xalqaro televiziya to'ri CGTN kanalini mustaqil xabar organi emas, balki chet el agentlari, ya'ni chet el vakolatchisi qatorida tizimlash haqida buyruq chiqargan. Rusiyaning Dog'iston Cumhuriyetilik musulmon bokschisi Artur Betirboyev Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini lagerlar qammishi va kishilik huquqini dafsanda qilish sababli Xitoyda musobaqaga tushishni rad qildi. Badli Fitxok nomli tantarbiya to'rining xabar qilishicha, mazkur ig'ir darajali boks chempioni asli 2020-yil 1-fevral kuni Xitoy bokschisi Ming Fanlong bilan musobaqaga tushishni o'ylashgan edi. Lekin Artur Betirboyev Xitoyda musobaqaga tushishni rad qilgan. Xabarda Amerikalik boks mulahyizasi Gabi Obenheimning so'z naql keltirilishicha, Artur Betirboyev o'zining Xitoyning Uyg'ur dindoshlariga tutgan muomalasini bir musulmon bo'lish sifatida ig'ir jinoyat deb hisoblagan. Xabarda Betirboyevning fikrini o'zgartirishga, Xitoyning yaqinda oshkorlangan Uyg'urlar qarta mengi yush ilib berayotganligiga doir hujjatlarni soxta deb e'lon qilishining hech qanday yordami bo'lmaganligi bildirilgan. Nyu-York vaqt gazeti bilan Washingtondagi Xalqaro tekshirish axborotchilik instituti Xitoyning Uyg'ur rayonidagi lagerlarga doir 400 betlik maxfiy hujjatini oshkorlab, dunyoda qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Bu hujjatlar Xitoyning Uyg'urlarni bostirayotganligining aniq dalili deb qaralgan. Artur Betirboyev Germaniyalik futbol cho'lpini Mas'ud O'zil, Yangi Zelandiyalik Zaytun top cho'lpini Sonny Bell Williams'dan keyin Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini ayblagan yana bir atoqliq tantarbiya cho'lpinidir. Xitoy hukumati ilgari Mas'ud O'zil bilan Sonny Williams'ning Uyg'urlar haqidagi so'zlariga qattiq inkos qaytarib, ularning soxta xabarlarning ozdirishiga uchrab ketganligini ilgari surgan. Xitoy hukumati shuncha dalil isbot oldidimi o'zlarining 3 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarni lagerlarga qamab, ularni xo'rlayotganligi, ularning madaniyati, tili, diniy e'tiqodini cheklayotganligiga doir hujjat va dokladlarni soxta xabar deb rad qilib kelgan. Rossiya Bashar Asad hokimiyati va Eronning qo'llashi ostidagi guruhlarning hujumlaridan qo'rqib, Turkiya chegarasiga ko'chgan idlibliklar sonining 284 mingga yetganligi bildirildi. Suriyaning Idlib shahrida Rossiya Bashar Asad hokimiyati va Eronning qo'llashi ostidagi guruhlarning hujumlari azaygan bo'lsa-mu, ammo Turkiya chegarasiga yaqinqi 48 soat ichida 20 ming fuqaro ko'chdi. Bunun bilan 2019-yil noyabr oyidan hozirgacha yurt makonlaridan ayrilganlarning soni 284 mingga yetgan. O'tgan haftaning 5-dan boshlab Rossiya Bashar Asad hokimiyati va Eronning qo'llashi ostidagi guruhlarning shiddatli bombardimonlari azaygan bo'lsa-mu, hujumlarning yana davomlashishidan qo'rqqan Idlib aholilarining Turkiya chegarasiga yaqin joylarga qochishi davom qilmoqda. Yurt makonlaridan ayrilishga majbur bo'lgan fuqarolarning sonini to'playotgan Suriya qarshilik ko'rsatish koordinatorligining mudiri Muhammad Hallaj yaqinqi 48 soat ichida taxminan 20 ming fuqaroning yurt makonlaridan ayrilganligini, hujumning qaytadan shiddatlangan ahvolda Idlibning janubidagi Jabal Azzaviya rayonidami ko'chishlarning boshlanishidan andish qilayotganligini bildirgan.
Indoneziya vulqon va geologiyalik ofatlarga taqobil turish markazi Javarning G'arbiy dengiz tavalligiga joylashgan Anak Krakatoa yanartog'ining portlab, istitaklarning yanartog' vulqon eg'izidan 2000 metr egizlikka yetganligini e'lon qildi. Aloqador mas'ullar portlash sababidan eng yuqori 2-darajalik signal vaziyatining davomlashayotganligini, shunglashqa yanartog' vulqon eg'izi atrofiga 2000 kvadrat kilometr keladigan joylar doirasida hech qanday faoliyat olib berishga bo'lmaydiganligini jakarlagan. Yanartog'da tun-kun yuz bergan kichik portlashda bo'lsa, etilib chiqqan kul va istitaklar 200 metr egizlikka yetgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.